Olmirroq, baxtimizni qarab, har kun yomg'ir, har kun dam degani gap yo'q. Bir bozorlikcha qilish kerak deyinni. Bugun kun nima? Juma. Ha, Pravdaga juma kun katta bozor bo'ladi-ku. Hozir 7 kilo qo'ygochi bilan 6 kilo yankachka olamiz, jinjaq qilib uramiz. Qanday o'shiga? Dada, buncha yeyishni o'ylaysiz, yaqin kollej, men kiyim bosh qilaylik. Kiyim bosh? Hozir. Ha, Xolmurat. Ha, Xolmurat. Ha, xo'ja aka. Ha, xo'ja aka. Ha, xo'ja aka. Ya, assalomu alaykum. Salomsiz odam qilib. Zo'r, yaxshi. Xolmurat o'g'ilchaga bosh oyoq piyoz qilaylik, luk qilaylik, qanday? Asl brendimizga katta aksiyaga ketgan mana pastga turgan barcha shunday 68 ming so'mdan tepadagilari sifatiga qarab. Sifatiga qarab narxi belgilangan. Narxi belgilangan, o'zgaraveradi. Trikola qanchada? Trikola. Trikola 30 ming so'mdan, 30 ming so'mdan. Trikola 30 ming 30 so'mdan. ming so'mdan tanlab olaverasiz. Ishga zo'r ekanda, bular bo'lmasa. Bu hamma turdagi batinka oyoq kiyimlarimiz bor, bularni ham narxini kelishtirib beraveramiz. Aksiyaga tushganlari ham bu 33 mingdan saylab olaverasiz. Bular, ha? Hammasi. Ustobo bolalar uchun ham kiyim-kechaklarimiz bor. Ha. Ustobo yoz mavsumiga mana birinchi qator barcha futbolkalarimiz 45 ming aksiyaga. 45 ming. Gap yo'q. Ish mavsumiga zo'r ekanda bir 7 ta berasiz bundan. Oo, yamochi